96 sura Alaq. Mekkede nazil bo'lgan 19 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Shak shubhasiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostdanla haddidan oshadi. Ey inson, boradigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishasan. Namoz o'qiyotgan bandani, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu? Menga uning holini aytib bersangchu? Agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchu? Agar u Qur'onni inkor qilsa, iymondan yuz o'risa, Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? U gumrohlikdan yansin. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kolisidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kolisidan tutib, jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchlik, qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansin. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilg'in. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilg'in.